Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan qalb xotirjamligi va nimalarga e'tibor berishlik haqida so'z yuritamiz. Xo'p, qalb xotirjamligi nimalardan iborat? Ba'zi bir holatda ko'pchiligimiz hayot yo'lida sinovli paytlarda duch kelamiz. Ya'ni bu sinovli paytlarda ham Allohim bizga, ya'ni u sinovli vaqtlarni bosib o'tishligimiz uchun sabr beradi. Ya'ni 15 kun yorug' kun bo'ladigan bo'lsa, 15 kun esa qorong'u kunlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, har bir kasallikni orqasidan shifo bor. Har bir qorong'ulikni orqasidan albatta yorug'lik bor. Va har bir g'aflatning orqasidan esa bir kun uyg'oqlik bor. Bu narsani hammamiz anglab yetganimizda juda ham go'zal bo'lardi. Ya'ni biz ba'zi bir holatlarda faqat duo qilamiz va shu duo qilganimizda biror bir ishimiz o'xshamasa, biror bir ishlarimiz o'xshamaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha bir holatda duo qilamiz faqat. Lekin Allohim bizga ne'matlarini behisob qilib berganda, Allohim bizga ilm ne'matlarini berganda va biz shukronalar keltiryapmizmi? Ba'zi bir holatda sinovli bir vaqtlarda shukr qilishni yodimizdan ko'taramiz. Ya'ni yo'q narsaga, ya'ni uyim yo'q, mashinam yo'q, iPhone telefonim yo'q, yoki boshqa bir telefonlar yo'q, yoki boshqa narsalarim yo'q deya yo'qlar ichida yashaymiz va borini ham yo'qotamiz. Keling, Qur'oni Karimda ham oyatlar kelgan. Ya'ni biz shukr qilishligimiz. Biz faqat bizda omad kulib boqqanda, faqat biz yaxshi yashayotganimizda shukr qilasiz deyilmagan. Aslida biz har qanday holatimizda ham, hattoki sinovli vaqtlarda ham, yorug'lik bo'lgan kunlarda ham alhamdulillah ya Robbim deya shukronalar aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizga sinovli bir vaqtlar kelyapti. O'sha bir sinovli vaqtlarni qanday bosib o'tasiz? Bilasizmi? Ya'ni ya Robbim toqatim yetgancha sabr bergin. Sinovlaringni birma-bir bosqichma-bosqich xayrli holatda bosib o'tishimni yordam bergin ya Robbim deya duo qilsangiz, bu juda ham katta natijaga olib keladi. Va siz qalbingiz juda ham xotirjamlik his qilasiz. Bu holatni aytishimiz kerak bo'ladigan joyi hammamiz bu narsani bilishligimiz kerak bo'ladi. Misol uchun duo qilganda aynan sizga uy olishingiz uchun duo qilmang. Aynan farzandingizning ishi rivojlanishi uchun duo qilmang. Har qanday holatingizda ham duo qilishni biling. Ishingizga mushkulotingiz tushgan vaqtda ham, sizning ishlaringiz joyida bo'lganda ham, ya Robbim alhamdulillah deya duo qiling. Keyin ko'rasiz natijasini, qanday holatlarga olib kelishligini. Biz doimiy ravishda shukurda, ibodatda bo'lishligimiz bu bizni fitratimizdagi vazifalarimizdan hisoblanadi aslida. Lekin biz qanday holatda ketyapmiz bilasizmi? Ko'p holatda uy qilishim kerak farzandimga, kelin tushirishim kerak, tilla olishim kerak, farzandimga hali uy joy tayinmas deymiz. Lekin biz uy joylarni tayyorlash uchun, uylarni bolalarimizga qurish uchun dunyoga kelmaganmiz-ku aslida. Bizni hattoki bitta chumolini rizqini bergan Robbim sizni farzandingizni rizqini bermasdan qo'ymaydi-ku. Bu narsani ko'pchiligimiz anglamay ketamiz. Ya'ni anglamaymiz. Nimaga? Chunki biz boriga qanoat qilishlikni o'rganganimizda edi, shu holatlarni barchasini birma-bir ko'rib chiqqan bo'lardik. Shu uchun barchangiz, ya'ni faqat biror bir ishingiz rivojlanishi uchun duo qilmang. Doimiy ravishda ya Robbim oson qilgin deya Allohga tavakkul qilishni biling. O'shandagina har bir ishlaringiz o'ngidan rivojlanishda bo'ladi. Ya'ni bir ishingiz o'xshamadi, bu siz uchun xayrli. Allohimni xayrli bir ne'matlarini keyin tushunib yetasiz, lekin noshukrlik qilib qo'yganingizga afsuslanasiz. Keling, o'sha bir holatda noshukrlik qilmasdan xayrlisini kuting.
Har bir ishimda hikmat bor-ku, yo Robbim, xayrlisini berguvchisa yo Robbim deya biling. Agar ishlaringiz rivojlanayotgan bo'lsa, ya Robbim, biz uchun xayrli ekan, biz uchun manfaatli ekan, alhamdulillah deng. Ba'zi bir holatda ko'pchiligimiz yaxshi kunlarimizda, omad kulib boqqanda shukr qilamizda, lekin bizga qandaydir bir holatda sinovli kun, vaziyat kelganda esa noshukrlik qilamiz. Kimdir qaynonasidan noliydi, kimdir xo'jayinidan noliydi. Bu nolishlar bilan hayotimizni o'tkazishimiz biz uchun to'g'ri deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslida. Biz uchun to'g'ri bo'ladigan ish emas. Chunki biz noliganimizda borini ham yo'qotamiz. Noshukrlik qilganimizda esa o'sha bor narsalarimizni ham sekin-sekinlik bilan yo'qotamiz. Siz yo'q narsangizni bor qilishni o'rganing, ya'ni shukr ila. Voy Robbim, alhamdulillah. Bugun misol uchun, bugun o'sha telefonni olmassiz yoki bu o'sha bir kiyimni kiymassiz bugun, lekin qachonlardir Allohim nasib qilgan kuni albatta o'shani olasiz. Albatta o'shani kiyasiz. Lekin faqat qanoat qilishligimiz kerak. Ba'zi bir ayollar qanoatni unutib qo'yishdi. Juda ham unutib qo'yishdi. Nimaga? Menga ko'ylak olib bermaysiz, menda gul olib bermaysiz. Nimaga? Biz faqat Instagram, YouTube va faqat onlayn bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatishni boshladik. Va bir-birimizni hayotimizni sekin-sekin solishtira boshladik. Mana hayotim bunaqa, buni hayoti esa bunday. Gulla oladi har kun, mashinada aylanib yuradi. Hayot bu narsadan iborat emas. Hayot bu narsalardan iborat emas. Siz joy namozni solib, Robbingizga duo qilyapsizmi? Robbingizdan so'rayapsizmi? Qalbingiz xotirjammi? Mana sizga hayot. Mana sizga eng katta podarkalardan ham ziyoda bu. O'shaning uchun harakat qilishimiz kerak bu hayotda. Yashayapmizmi? Barchamiz. Nima uchun ajrimlar ko'p? Nima uchun ko'pchilik bir-biridan xafagarchiliklar ko'p? Sababiyati biz kimdandir xafamiz, kimdandir ko'nglimiz to'lmaydi. O'sha bir insonni boricha qabul qiling, boricha. Shu insonni boriga shukr deng. Mayli, xo'p, qaynonangiz qaysi bir holatda sizni umuman tushunmas, xarakteringiz umuman mos emasdir. Lekin xo'p, u inson shunaqa. Allohim uni shunday yaratgan. Siz u insonga yangicha bir qarashdagi bir his-tuyg'ularni, xarakterni olib kira olmaysiz ularni fitratida. Chunki siz qodir emassiz, siz ojiz bandasiz. Shu narsani his qilishimiz va xo'jayinimizni ham, farzandlarimizni ham, qaynonamizni ham, dugonamizni, hammani, ota-onamizni ham borlaricha qabul qilishligimiz. Eng muhimi hayotda bor